Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Andijon moshina bozoridan bugungi navbatdagi syomkamizni boshladik. Bugun adashmasam 2-maymi, 3-maymi? 2-may haftaning juma kuni. Barchangizga juma ayyom muborak bo'lsin. Xo'p, sizlarga birinchi ko'rsatgan mashinamiz Malibu 1 oppog'idan. Malibu 1 ikkinchi pozitsiyasi. Xo'p, egalaridan mashina. Video avvaldan bitta like, podpiska, qo'ng'iroqcha, kommentariy yozib qolish esingizdan chiqmasin. Nima doktorda? Doktorda mashinasi. Qayerlik doktor? Jalaveli doktorda mashinasi. Qanaqa doktor? Qanaqa? Asakada katta banisa, xususiy. Urologiya bunasa degan. Ashat ishlaydi. Hop, yili 2012 ekan. Toza. Kraskasi toza. Petnos qayerida? Orqa kriloda petno bor. Qolgan joy toza. Motor hadovi yaxshimi? Gazi qanaqa? Metan gazi. Motor hadovida ishi yo'q deyapsiz. To'ra amazatlar qo'yib qo'yildi. Nech pul so'rayapsiz? 11 ming so'radi. 11 ming kami bor. Kelishimiz. Bozor nech pul berdi? Bozor qizi so'ramadi. Hech kim pul bermadi. Boshqa pullar ham so'ramadim. Telefon raqami qancha beramiz? 90lik 571 90lik 571 1230. Telefon qilish orsinmi? Narxini, nomerlarini aytib o'tdik. Qiziqqanlar bo'lsa agar telefon qila olasizlar. Hozirda biznesda Telegram kanallar ochilgan akalar. Telegram kanallar ochilgan. Kelinglar. Boshqa bankda unaqa kanali yo'q. Faqat uni biznesda ochilgan shu kanallar. Jalaquduq filiali, Oltinko'l filiali. O'tirgan joyingizda mashinangiz ichida rasmga olib tashlaysiz. Javob kelaveradi, nech pul erishi, qanaqa holat. Notariuslar shu binoning ichida Oyatullo ekanmiz. O'z ish o'rni, o'z ish faoliyatini boshlagan Oyatullo notarius. Juda ko'pchilik taniydi bu ukamizni. Hammalarni aytib qo'yamiz aka. Narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. 11 ming so'rashyapti. Endi sal qimmatroq ekan-ku, endi mayli. Nima qilsa yana kelishtirilsa kerak menimcha. Aloqaga chiqa olasizlar. Aka savdolarni bersin. Trekker 1 bor ekan. Trekker 1, Captiva bor ekan. Shularni ham qilamiz. Assalomu alaykum. Boshliq e'longa qo'shaylikmi, charchamayapsizmi? Necha yili? 2013 qancha yurgan? 193 ming. Ko'rsatish kerakmidi? 193.646 kilometr. 2013. Kirasi qanaqa? Toza. 2013 kirasiga toza. 193 ming yurgan. Gazlari bor. Balonlari yangi holatda. Shuni ko'ramiz. Mana Tesla ham bor ekan. Xo'p, gazi propan tagida, zapaskasining o'rnida, zapaskasi salonda, uchala qator signallar joyida. Xo'p, bu yog'ini ham ko'ramiz. 2013 Captiva 3 o'zini radnoy 3 ko'rinishida turibdi mashina. To'rpor qilinmagan. Kraskani ham toza deysiz aka. Narxi nech pul kelishtirib, nech pul so'rayapsiz? 12 ming kami bor. Kelishinglar. Telefon raqam bering. 90 149 76 37. Bozor nech pul so'radi aka? Hali savdo bo'lmadi. Faqat naqada endi yo boshqa to'lov-to'lovlar bilan kelishib olasizmi? Savdoingiz bersin aka. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Tesla'ni bilamiz. Xo'p, Tesla 2023-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, 30 ming kilometr yurgan mashina. Balonlari yangi holatda ekan. Buni faqat naqd sotilar ekan, ma'lumotlar shu yerga yozilgan. Telefon raqamlari ham shu yerda. Bezramishni eshiklari, oynalari, orqasidan ko'rinishi. Tesla Model Y degan nimasi bu? Hoppa, eshiklari. Puli nech pul ekan buni? 31 ming deyapti. 31 ming kelishiladigan joyi bor-a? Kraskalar ham tozami aka? Xo'p, zapas hod qanchaga yetadi? Bitta polni anaqa zaryadi bilan.
Ha? 450. 450 yuradi. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. Bu yozilganini beraveramiz o'zinglarga o'sha sog'liklarni bersin. 31 ming dollar so'rashyapti ekan. Probeg ham 30 ming. Telefon raqami 94 222 53 36. Aloqaga chiqarasizlar qiziqqanlar. Bitta like bosorasizlar. Andijon mashina bozoridan Tracker 1 2019-yil ishlab chiqarilgan 65 ming probegda. Kraskasi mana shu oldi o'ng eshikda bor ekan, keyingi eshigiga petno o'tgan ekan. Mana shu mashinaga egalari 11,5 so'rashyapti. Lekin bugun Andijon mashina bozorida 11 mingga bermadik deb aytib o'tishyapti. Egalar video avvalidan bizga bergan ma'lumot bo'yicha, hop, mashinani hozir yangi sizlar bilan birgalikda ko'rib, tanishib chiqamiz. Qanaqa, nima holatda. Balonlari yaxshi, yangi holatda. Aka, buni gazi ham bormi? Gazi propani bor. Propan gazi bor. 65 ming yurgan. 65 ming yurgan. Yo'la. Orqadan ko'rinishi. Hozir. Yo'q, ham ko'rib qo'yamiz. Gazi tagida. Mana shuni tagida. Ochib yurmadim endi. Narxi aytib o'tilgandek 11,5 ming dollar so'ralyapti. Yana telefon qilishni kelishamiz deyapti. Aka, 11,5 dan o'tib berasiz. Telefon raqam bering bog'lanish uchun 93lik 416 25 24. Telefon qilish olsinmi? Sog'ligingiz bersin. Narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Mashina kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Videolarga bittadan like deb bosasizlar. Kommentariyada chiroyli fikrlarni yozib qoldirasizlar. Bu Tracker 1 edi. O yuqorida qorasi ham turibdi. Uni savdosi bo'lyapti. Uni bir qator nechta savdosi bo'layotgan sizlarga bilib, uni ham yoritib berishlikka harakat qilamiz. Uni ham savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum. Savdo bo'lyaptimi aka bunga? 10 yili. Aka, yil necha ekan buni? Necha ekan yili? 2008. Necha pul so'rayapsizlar? Hali pul berganimiz yo'qmi? Qardosizlar. Buni ham rasati yo'q o'zim mashina. Hozir aka necha pul so'rayapsiz? Assalomu alaykum. 9 ming kami bor endi. 9 ming kam bor. Tozami kiraskalari? Toza. Gazi metanmi, propanmi? Pakaleni. 3.2 bo'ladi bular, ha? Baquvvatida. Telefon raqam bering. 97lik 3.9 53 07. Telefon qilaverasizlar. 9 ming kami bor. 2008 kraska toza deyilyapti, oq. Andijon mashina bozoridan syomka qilyapmiz. Hozir xaridorlar o'tirib savdo ham qilyapti. Eslicha sotilib ketib qolishi ham mumkin. Hech pul berayotganini ama bila olmadik. Yo'lda Malibu 1 bor ekan. Aka, bu ikkinchi paytizami? Assalomu alaykum. E'longa qo'shaylik, charchamayapsizmi? 12 mi 13 mi? 15. 15 ekan yili. 15-yilgi Malibu 1. Oq, ikkinchi pozitsiya, mexanika korobka. Aka, buni kraskalari qanaqa? Petnosi bor ikkita. Ikkita petnosi bor. 185 ming yurgan 15-yilgi Malibu 1. Propan gazi bilan. Aka, motor hadovoydishi yo'qmi? Oladi, haydaydimi? Hujjatchi so'raganini bera olasizmi? Balonlar yaxshi ekan, yumshoq balon. Xo'p. Gazi metan. Aka, necha pul so'rayapsiz narxini kelishtirib? 11,5 kami bor deyapsiz. 11,5 kami bor. Kelishiladi. Kelishadi. Bozor necha pul so'rayapti aka? Bozor har xil so'rayapti. 10,5 million so'rayapti. 10,5 so'rayapti. Telefon nomeri bering, bog'lanish. 94 380 380 19 19. Telefon qilish olsam qiziqqanlar. Savdoingiz bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Captiva kimlarga bilmaysizmi? 2010 134 yurgan 5800 dollar yozib qo'yibdi. Nomeri ham ko'ringan bo'lsa, egasi yo'q ekan, lekin to'r qilingan ekan 2010. Biz bu Trackerni birda bilamiz. Aka, sotildimi Tracker? Necha pul so'rayapsizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsating mayli. 12 kam bor deb
Necha pul berdilar aka? Savdo qilyapti-deylar. 10.700. 17 bermadinglar. 19'ga bermadim. Oldiga qo'ysa berasizlar. Xudo xolasa qo'shsa beramiz. Nimasi buni? Tozami kraskasi? Oldi kapotda petnosi bor. Mana Kapotda petno bor. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 117 ming. Ammo olib qo'ydi. Mashada petnosi bor. Kapotda. Ichiga o'tganmidimi aka? Yo'q, ichiga o'tmagan. Ha. Ichiga o'tmagan, shu lak sepilgan, juda kattaroq bo'lib qoralar, inja bo'ladi, lakin sepilgan. Like poni sepiladi. Endi emas. Nagacha sepildi. Ha. Kichkinaroq. Ha. Lak minnaroq. Aha. Juda mincha qo'shildi lak. Ha. To'rtta balonga muhtojligini ko'rsata olaymi? Ham ko'rsatavering. Chunki shu anaqalarini, kamlarini hamma yo'g'ini aytib savdo bo'ldi. Hisobga olib. Stoppa ham singan, u savdo qilayotgan mashina qurish ekanmiz. Bu avtomatmi? Avtomat 4-pakalini metallar qo'yilgan. 100 talik. 100 talik metallari bor. 100 talik metallari bor. Shaffofdan qo'yilgan. Metan ham endi odamlarga qiz emas, 5200 ga chiqib oldi kechalar. Propandan qimmat metan endi. Endi propanni qadri oshadi shekilli. 1700 ga bugun hozir bermadingiz. Necha pulga berib berasiz? Telefon, necha pulga telefon qilasiz aka? Aka, eng oxiri 11 beramiz. 11 ga berib berasiz. Nomeringizni ayting. 99 99 904 904 50 50 aloqa chiqarsa, bitta salonni ko'rsatib qo'y. Ochiqmi mashinangiz? Qayerda mashinasi aka bu? Piyospaniki aka, shahardagi ayol kishi mingan ayami nomida. Inshaalloh. Bozorga tayyorlamasa, shunday umid turgan joydan olib chiqibsizlar, a? Aha. Sidinasi, bunday knopkalari yo'qmi? Knopkalari yashil ekan. Knopkalari bor. Tushib qolganmi? Yo'q, anaqasi tushib qolgan. Tushib qo'ygan orqani. O'ydan chiqyapti. Ha, bo'ldi, ko'rdik. Xullas 10700 ga berilmadi, 11000 ga beriladi. Nomerini aytdik, aloqaga chiqarasizlar, layklarni bosib olasiz. Savdolarni bersa. Mana shu yerda sveji savdosini ham ko'rdik. Ichida o'tirib savdo qilishyapti. Shunaqa holat. Bu yerda qanaqa mashina ko'rsatadi? Bu yerda Epica bor ekan. Yaman desanglar. Saydazim akaning mashinasi. Saydazim aka sizdanmi bu? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bo'lyapti. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? O'zizdanmi bu? Ko'rsatib qo'yaymi? Sparkimiz bor. Xo'p, minivan. Assalomu alaykum. Yil necha ekan buni? 2006-yilgi Toyota nima degani bu? Alphard. Avtomatik yana. Toyota Alphard 2000 nechangiz? 2006. 7 o'rinlimi bu? 2021 yili. 7 o'rinli. Minivan. Mana to'g'ri. Probeg qancha? 130 ming. Kraskalari-chi? Petno bor oldida. Oldida petno. Qo'yan joy toza. Saydazim akaning o'g'limisiz? Necha pul so'rayapsizlar? 16 ming kammi? 16 ming kami bor. Kelishiladi. Propan ekan gazi nechtalik propan? Xabarim yo'q. Xullas propani bor. Telefon raqamingizni bera olaylikmi? Dadam Ayting nomeringizni. 93lik 93lik 338 338 57 57 57. Telefon qilish orsizmi? Savdolarni bersin. Siz o'qishdamidingiz? Qayerda o'qiysiz? Toshkentda o'qib keldim. Bitirdingizmi o'qishni? Yo'q, endi o'qishni topshiraman, maktabni bitirdim. Maktabni bitirdingizmi? Akangiz bormi? Bitirdimi o'qishni? Savdoingiz bersin. Assalomu alaykum. Boshliq ko'rsataylikmi? Charchamayapsizmi? 3600 Esimda yo'q. 2010-yilgi 423 ming yurgan Epica 3-pozitsiya full avtomatik ekan bu. 6,5 ming kami bor deyilyapti. Avtomat 3-pozitsiya Epica. Kirapra qilaman desanglar, keng saloni. Xullas, uzoq yo'lga ham qiylanmaydi orqadagi odamlar ham. Uni xaridorlar asosan Voha tomonda bo'ladi Epica'ning xaridori. Mana 2010 423 ming yurgan 3-pozitsiya $6500 kami bor. Telefon raqamlari 90 524
7103. O'z nomeringiz mana shu? Kraskasi qayerlarda? Faqat oldi kapotda. Kapotda bor xolos. Qolgan joylar toza. Qolgan joylar toza. Metangasi bor. Aha. Yurish turishi zo'r, korobka, hadovoy zo'r. Endi ozgina rasxod bor, gazni hisobiga rasxod ozgina bo'ladi. Aha. Motorni shu. Aka, Ishlari zo'r. savdingizni bersin. Rahmat. Nomerlari, narxlarini aytib o'tdik. Mashina kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Bittadan like deb bosa olasizlar. Bu yerda Captiva bilan bor ekan. Fortuna biznes kelinglar. Assalomu alaykum. Andijon shahar temir yo'l. Bu ham sizdanmi, o'zi aka? Buni aka qo'ysiz qo'yavering, qo'yib Temir yo'l boshqarma qo'yadi. Charchamayapsizmi? qo'ysiz qo'yib qo'yavering. Necha yil? Necha pul so'rayotgandingiz? 8 ming kami bor. Bozor necha pulga bermadingiz? 7 mingga bermadingizmi o'tgan bozor? Asha mashina bu. Bugun berib yuborasiz, naqd bersa. Telefon raqami bering. 77lik 415 88 87 aloqaga chiqarasiz. Gazi metanmidi, propanmi? Metan gazi. Kraska bitta kriloda bor. Qolgan joyi kapotda ham bor ekan. Kapot krilo ikkita joyda. Probeg qancha edi? 265 ming yurgan. Buni o'tgan hafta 7 ming dollarga savdosi ham bo'lgan edi, berilmadi. Egalar o'zlari 8 ming so'rashyapti. Telegram kanali ochilgan. Gaz. Metan. Hech qulay hamda oson. 300 million so'mga dovri maqbul shaklida beriladi. Rasmiy daromadga ega bo'lganlar 20 million so'm beriladi. Bitta patrulga 10 million so'm beriladi deb tekinishga bo'lsa agar. Kelinglar. Yana to'liq ma'lumot. Narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Mashinalar kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar, like'larni bosasizlar, inshaalloh biz xizmatdamiz. Xo'p, bu yerda bitta ko'rsatmagan mashinalarimiz bitta Lada chiqdi, Mokri, Bulovoshni mashinasi ekan, lekin robot korobka ekan. Bu 8 robot korobka ekan. Boshqa yangilik chiqmabdi bu yerda. Endi buni ham ko'rsatib ko'ramiz. Orqali hech qanday Ormay aka. Charchamayapsizmi? Ko'rsatib bering obunachilarga mashinangizni. 2018 robot korobka 5 yilga muddatga berilyapti. 85 ming yurgan. Kraskasi toza deyilyapti. Faqat rektovkasi bor ekan. Ana shu eshigidan qayerda edi? Krilodan. Eshigi mana shu yerda rektovkasi bor. Xo'p, salonlari robot korobka 85 ming yurgan. Lada Vesta sedan bu. Adashtirmaysa sedan cross ham bor, sedanning o'zi ham bor. Bu sedanning o'zi cross emas. Orqadan ko'rinishi mana sedan. Xo'p, qancha so'radingiz? 60 so'rashdi aka. Bozor. Bozor 60 so'radi. Siz nechmi so'rayapsiz? 7 ming aka, qo'yib 7 beramiz. ming. Telefon raqamingizni bering. 99lik. 99lik 499 499 34 47. 34 47. Telefon qilish orsizmi? Nima deysiz? Telefon qilish orsizmi? Bemalol. Savdingizni bersin. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatgan mashinamiz bu yerda ZAZ Forza mashinasi. 2014-yil ishlab chiqarilgan metan gaz bilan jihozlangan Forza. Konditsioneri bor, Hamma yo'g'i bor. ABS bor, kompyuterlari. Buni motori 1.5 atmosferniy bo'ladi. 2014 rangi nima deydi? Typhoon deydi, nima deydi buni? Apple. Bunisi Cerebre deydimi? Bunisi deyapsiz. Apple'ni deb qo'yadi. Xo'p, probegi qancha deymiz buni? 180, 78 ming. 78 mi? Petnosi bor. 178 mi? 178. Ikkita joyda petno. Texnik holati sozmi? Haydashga tayyormi? Oladi, davrangiz qilib ham bino oladi. Xo'p, demak, hujjati xohlasanglar оформление, xohlasanglar davens so'ragan hujjatinglar qilib berilaveradi. Rangi ham noodatiy, hozir hali qimmat mashinalarda chiqyapti. Bunaqa svetali. BYD, PYD, ashunga o'xshagan Xitoy mashinalarida chiqyapti. Bunaqa svetlar, ashnaqa svetda. Salon holati. Narxi 90 talik metan. Narxi nech pul deymiz kelishtirib? 5 ming kamaytirib beramiz. 5 ming yana. 1-2 oy, 3 oy yetmasa kelishilaveradi. Hop. Hop, telefon raqam bering bog'lanish uchun. 99lik 901 69 09 ga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olsalaringiz bo'ladi. Sir bo'lmasa nech pulga beramiz buni? Nech pul ko'rdik? 42 ko'rdi. Savdingizni bersin. Rahmat.